Assalomu alaykum. Agar sizda qabziyat muammosi bo'lsa, ovqat hazm qilish sistemasi bilan bog'liq bo'lgan muammo, ichaklaringiz bilan bog'liq bo'lgan muammo bo'lsa va ortiqcha tana vazningiz bo'lsa, videoga yaqinroq keling, chunki bugun men sizga videoda psilium haqida to'liq ma'lumotni beraman. Xo'sh, bu nima? U qay holatlarda ishlatilinadi va qanaqa qilib biz bu psiliumni ichamiz? Prebiotik hisoblangan psilium bu ichaklarni faoliyatini yaxshilab beradi. Ichakda yaxshi bakteriyalar sonini ko'paytirib, agar sizda kuchli qabziyat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bilasiz, sog'lom inson bir kunda bir mahal katta hojatga chiqishi shart. Agar siz bir kunda bir mahal katta hojatga chiqmayapsizmi, xafa bo'lmang-ku, siz sog'lom inson emassiz. Chunki men faoliyatim davomida mana 30 mingdan ortiq insonlarni sog'lom bo'lishiga va chiroyli ozishiga yordam berib kelyapman va ko'rib turibmanki, juda ham ko'pchilik insonda qabziyat o'ta ham kuchli, ya'ni 2 kunda bir marta, 3 kunda bir marta katta hojatga borishadi. Aynan mana shu psilium qabziyatni holatini yaxshilashga va ichaklarning faoliyatini yaxshilashga, ayniqsa ichaklarda disbakterioz bo'lgan paytda ham bu holatni yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari psiliumning foydasi albatta qandli diabet muammosi bilan og'rinadigan bemorlar uchun ham foydali. Qonda glyukoza darajasini norma holatga ushlashga yordam beradi. Bundan tashqari yurak qon tomir tizimi uchun foydali. Xolesterin darajasini, ya'ni sizda agar xolesterin darajasi o'ta baland bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, bizda norma 5.2 hisoblanadi. Agar sizda 5.5 yoki undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu holatni normaga tushirishga yordam beradi. Psiliumning foydasi haqida qancha gapirsa shuncha oz. Bu tabiiy mahsulot, tolaga boy bo'lgan mahsulot, ya'ni kletchatka bor va bu kletchatka bo'lgani uchun sizni holatingizni, ichaklaringizni holatini yaxshilab beradi. Bundan tashqari vazn tashlashingizda juda ham yordam beradi. Hoziroq mana agar ko'rib turgan bo'lsangiz, borib santimetrni oling, ob'yom ko'rsatkichlaringizni o'lchang yoki taroziga chiqing. Siz necha kilogrammsiz yoki qorin razmeri necha santimetr? Albatta kommentariyada o'zingizning kilogramingizni yozing, chunki mana shu psiliumni ichganingizdan keyin yaxshigina vazn yo'qotishni boshlaysiz. Organizmni tozalaydi, metabolizm jarayonini tezlashtirib beradi. Bundan tashqari bu psilium insonga to'qlik hissini beradi. Ya'ni siz buni suvga solganingizdan keyin jele ko'rinishiga keladi. Mana hozir mana shu videoda qoldiribman. Xuddi shunaqangi shaklda tayyorlanadi. Suvga solgandan keyin jele ko'rinishiga keladi va sizga to'qlik hissini beradi. Siz har 1 soatda, siz har 2 soatda ovqat yevermaysiz. Mana shunaqangi vazifani o'ta bergani uchun ham yaxshigina vazn yo'qotishni boshlaysiz. Agar biz psiliumni me'yoridan oshirib yorsak nima bo'ladi? Me'yor qancha o'zi? Javob beraman. Agar siz me'yoridan psiliumni oshirib yoradigan bo'lsangiz, meteorizmga sabab bo'ladi. Ya'ni qorinda gaz to'planishni boshlaydi va hattoki uni yetarli darajada suv bilan iste'mol qilmaslik qabziyatga sabab bo'ladi. Ya'ni buni suvni albatta ko'proq qo'shishingiz kerak, chunki bu jele ko'rinishiga kelgandan keyin ishib chiqadi va yetarli darajada albatta suv bilan ertalab iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Miqdori qancha? Bir kunda 1-2 choy qoshiq yoki 1 osh qoshiq maksimum. Undan oshib ketmasligi kerak. Vazn tashlash uchun ham, xolesterin darajasini norma holatga keltirish uchun ham va albatta o'zingizdagi qabziyat muammosiga yechim bo'lish uchun ham. Me'yor demak 1 osh qoshiqdan oshmasin. Homilador va emizikli ayollarga mumkinmi psilium? Albatta mumkin, faqatgina me'yorni unutmang. Chunki ayniqsa emizikli farzandi 6 oylikgacha bo'lgan farzandi borlar ehtiyot bo'lib psilium ishlatishlarini tavsiya qilgan bo'lardim, chunki me'yorni oshirib yoradigan bo'lsangiz, bolachingizni ichini ketkizib qo'yishiga sababchi bo'lasiz. Keyingi videolarda siz bilan ko'rishguncha sizga har doim chiroyli qaddi qomatni va sog'lig'ini tilab qoluvchi dietologist Sadoqat Muhammadjonova.